Faşizm degan nima? Faşizm ikki dunyo urushi o'tirisida tunji bo'lib, Italiyada hokimiyat beshiga kelgan Mussolini tarafidan o'tirib qo'yilgan mustabid hokimiyat tuzumini asos qilgan oshqun millatchi siyosiy ideologiyadir. Prinsiplari va ta'limotlari Giovanni Gin tarafidan yozilgan faşizmda hokim mutlaq va mustabid hokimiyat tushunchasi bor. İtaliyadan keyin bu ideologiya İspaniya, Portugaliya, Latin Amerika davlatlari, hatto Xitoy qatorliq davlatlardagi hokimiyatlarga o'rnak bo'ldi. İtaliyadagi faşizmga Mussolinidan mustaqil holda qarash mumkin emas. Mussolini sotsializmga mayil bir kishining o'g'lidir. Mussolinining hayotining bir qismi urushga qarshi turish bilan o'tgan bo'lib, quyuq sotsialist edi. Hatto u Liviya urushi asnosida urushga qarshi chiqish sababidan turmaga tashlangan. Birinchi Dunyo urushi portlaganida dastlab urushga qarshi chiqqandan keyin uzun o'tmayla sotsialistik partiya bilan aloqasini uzib, urushni yoqlag'uchi bo'lgan. Birinchi Dunyo urushidan keyin Italiya iqtisodiy va siyosiy krizga duch keldi. İşçi dehqonlar iqtisodiy kriz tufayli Shimoliy Italiyadagi zavodlarni qo'lga kirgizib oldi. Sarmoyadorlar kommunizm xatiriga qarshi faşizmni qo'llovchi vositida ko'rdi. Faşistlar buningdan ilhom olib, hokimiyatga kelish uchun terrorlik qilmishlari sodir qilishga boshlaydi. Italiyada faşizm 1922-yili hokimiyatni qo'lga kirgizib oldi. Italiyada faşizm hokimiyat beshiga kelgandan keyin davlat kooperativ shakliga kirgizildi. Kooperativ davlatning asosida shaxs emas, ijtimoiy muassasalar yotadi. Faşist davlatning alayliklari mundaq. Shaxs tabiatining taqozosi bo'yicha jamiyatdan ayrim yashay olmaydi. Shaxsning qiymati o'z oldiga emas, jamiyat ishida o'z ifodasini topadi. Jamiyat shaxslarni tashkil topgan bir butun narsa emas. Jamiyat shaxslarni tashkil topgan duva narsa bo'lmasdan jonliq organizm bo'lib, har shaxs bir-biriga bog'liq bo'lgan qurilmadir. Faşizmda insonning o'z oldiga hech qanday qiymati yo'q. Mo'yin bo'lg'ini jamiyat, ya'ni davlatdir. Shaxs faqat davlatning manfaati uchun xizmat qildi. Shaxs vositadan iborat xolos. Shaxsning davlatga qarshi chiqadigan hech qanday huquqi va haqqi yo'q. Shaxs davlatga qanchalik xizmat qilsa, shunchalik qimmati bo'ldi. Davlatga xizmat qilmagan shaxs yaramsizdir, qimmatsizdir. Faşist davlat tushunchasida insonlar o'tirisida barobarlikdan ig'zi chiqqa bo'lmaydi. Faşizmda muhim bo'lg'ini barobarlik emas, shaxslar o'tirisida barobarsizlik paydo qilishdir. Chunki hamma odam davlatga o'xshash darajada xizmat qilmaydi. Bu nuqtadan faşist davlatda shaxsiy erkinlik deb bir narsa bo'lmaydi. Erkinlik o'rniga intizom va hokimiyat desaydi. Faşist davlat shaxslarning hayotining barliq sohasiga hukmronlik qilgan hokimiyatdir. Shaxs davlat ruxsat qilgan doirada erkin bo'la oladi. Bu sababdan faşist davlatlarda hokimiyat egalari hem davlatni hem de qonunni xohlagancha boshqardi va ijro qildi. Faşizmda iqtisod kasbiy organ bo'lgan kooperativlar orqali boshqarildi. Kooperativning aloyligi mundaq. Kooperativlar kasbiy organlar bo'lib, shu kasbdagi ishchi, boshliq, texnik xodimlarni o'z ichiga oldi. Kooperativ birlik kasbiy organ emas, bir-biriga bog'liq bo'lgan bir necha organni ko'rsatadi. Kooperativlar davlatga qarashlidir. Xalqaro saviyada bo'lsa bo'lmaydi. Bu jihatdan uyushmalardan farqlidir. Kooperativlar davlatning iqtisodini to'liq kontrol qilishdagi vositadir. Faşizmning siyosiy tushunchasi mundaq. Faşist davlatlar birla faşist siyosiy partiyalar bilan boshqarildi. Partiya ham davlat ham hukumatdir. Boshqa partiyalarning kuchayishiga qat'iy ruxsat qilmaydi. Chunki boshqa partiyalar kuchaysa, jamiyat tartibi buzildi deb qaraldi. Bu sababdan parlament tuzumiga qarshi chiqdi. Faşizm demokratiyaga qarshi ideologiya bo'lib, mustabiddir. İtaliya faşizmda partiya bir cho'qinuvchi kuchga o'xshaydi. Partiyaga a'zo bo'lish deganlik shaxsning moddiy va ma'naviy bo'lib, barliq vujudi bilan kirish deganlik bo'ladi. Faşist Italiyada Mussolini deganlik davlat deganlik edi. Hozirgi Xitoyga o'xshash. Partiyaning kelishiki bilan davlatning kelishiki birdir. Hech qanday bir sohada yoki masalada o'qitichi deb bir narsa bo'lmaydi. Davlatda kuchlar ayrimi deb bir narsa bo'lmaydi. Ya'ni demokratik davlatlarga o'xshash qonun, hukumat va parlament organlari ayrılgan emas. Hammasi partiyaning chang'ildi bo'ldi. Millatchilik, vatanparvarlik davomli ta'kidlanib turdi. İtaliyadagi faşizmning ta'siriga uchragan siyosiy harakatlar tuvandikicha. Germaniyadagi natsist sotsializm, İtaliyadagi falinch iqlimi, Yugoslaviyadagi Usanda harakati, Avstriya faşizmi, Argentinadagi Bronizm, Yapon militarizmi, Portugaliyadagi Salazar hokimiyati, Belgiyadagi Regisizm, Xitoydagi Kommunistik partiya. Faşist hokimiyatlarning tarixdan buyon sodir qilgan ba'zi qirg'inchiliklari tuvandikicha.
Mussolini Rim imperiyasini qaytadan canlandırış g'arazida hokimiyatga kelib, 400 ming insonning joniga zamin bo'ldi. Gitler taxminan 6 million Yahudi bo'lib, jami 10 million kishining o'limidan javobgar. Stalin milyonlarcha insonning qotilidir. Sobiq Yugoslaviya davlat raisi Milosevic Bosna Kaspi deb ataldi. 250 ming odamni qatl qilgan. İspaniya faşist generali Franco ikki urushda 350 ming kishining joniga zamin bo'ldi. Xitoy Kommunist partiyasi rahbarligidagi Xitoy Xalq Cumhuriyati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Faşizmni qisqacha xulosaladigan bo'lsak, demokratiyaga qarshidir. İnson haqlari va kishilik xoslikni xo'rlaydigan mustabid hokimiyat tushunchasiga ega. Jamiyatni to'liq kontrol qilish uchun barliq vositalardan foydalanadi. Hatto bilimdanmi. İnsanlarni birlik g'oya tarafida yig'ishga majburlaydigan jamiyatdagi barliq ijtimoiy muassasalarni davlat ideologiyasi uchun vosita sifatida ishlatadigan, xalqni jazolash, sud va o'lim bilan qo'rqitib boshqaradigan siyosiy ideologiyadir.